Hozirgi rekord Aziz aka estetikga tegishli 250 kilo. Agar shuni ursangiz, challenge bajargan bo'lasiz. Voy! Bola hammaga salom, tanishinglar. Masrur Bozorov. Hammaga salom bolalar. Men Masrur Sports kanalini yuritaman. O'zbekiston bo'yicha eng kuchli zarba egasini topmoqchiman. Buning uchun bugun Ahmad Workoutga shu shartni bermoqchiman. Ko'ramiz, rekordni ura oladimi yo'qmi? Bolalar, xullas, men eng qiyin challenge so'radim. Menga mana shunda urasan dedilar. Urib ko'ramiz, ketdimi? Ketdi aka. Ketdi aka. Birinchi urinish. Boksda texnika zo'r mas'ul, lekin uramiz. 196 kilogramm birinchisi. Yomon emas, yomon emas. Ikkinchisimi? Ikkinchisi. Noturatdi. 218 mi aka? 218 vola, sekin oshyapti. Uchinchi imkoniyat aka, oxirgisi. Xo'sh, uchinchisi. Uramiz. Workoutchilar uchun. Voy! Bolalar, xullas, rekordim 242 bo'lib qoldi. Aziz akaga yeta olmadim 250 ga. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Boksyor, MMA farqi yo'q. Xohlagan qaysidir sportsmen bu rekordni ura oladi. Sizga ham rahmat. Aka, rahmat. Ijozatga omad.